mashina bosib ketmasin deb to'xtadi. Ha. Yo'l o'rtasida o'tiribsiz-ku. Namangan viloyatida o'tkazilayotgan reyd tadbirlari davomida Uychi-Namangan avtomobil yo'lida mast holatdagi fuqaro qatnov qismida qarovsiz yotgani aniqlandi. Qayerda yashaysiz? Uychida? Nima qilibsiz bu yerda? Ichib olib yo'l chekkasida o'tirishingizni qarang. Chekkasi ham emas, salkam yo'l o'rtasida o'tiribsiz. Siz mashina bosib ketsa nima bo'ladi, amaki? Farzandlaringiz bormi? Yoshingiz nechida? Qayerda spirtli ichimlik ichdingiz? Shu yerda ichdingizmi? Siz yo'l o'rtasida o'tirganingizni? Hozir bironta haydovchi ko'rmay bosib ketsa nima bo'ladi? Ha? Kabam. Nimami? Kabam. Tushunmayapman so'zlaringizga. Qarang-chi. Oyoqni chiqaring. Hurmatli fuqarolar, spirtli ichimlik ta'sirida yo'llarda harakatlanish hayotingiz uchun xavf tug'dirishini unutmang. O'zingiz va yaqinlaringizni asrang.